Anvar Azat Elçin serikçi. Bugün ben sen bilen qattiq deyishga chiqdim. Avval ma filmni bir ko'rib yiqinglar azizlar. Altın aldamçılığının 5 xil aktivasiyasini to'liq ichib beraylik. 100 yuanlik narsani rost oltinkan deb 10 ming yuanga setilishdan oldin olmoqchi bo'lsangiz, bu filmni to'liq ko'rib etgandan keyin atrofingizga tartib qo'ying. Hatto ba'zi bir yuzakadam bo'lgan odamlar o'sha do'stlarining tug'ilgan kunida ko'plab oltin sovg'a qilindek mushaq saxta bo'lgan narsalarni berayotgan ishlam bor ekan. Albatta bunday oltin aldamchilikni nurg'unlagan o'sha haqiqiy oltin savdosi qilayotgan do'stlarning savdosiga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Birinchisi bo'lsa o'sha oltinga o'xshaydigan yana bir xil metal buyumi, buning 1 grammi odatda 15 yuan bo'ladi. O'sha oltinga dahshat o'xshaydi. Bu saxta oltin o'sha magnitga chaplashmaydi. Soğuk salsın derhal çöküp gitip aladı, onun üstüne altındek asan igilidi. İçini içip görüp baksanız yana altındek seyrek, onun üstüne rengimi üçüp etmeydi. Yukarı temperatüradaki odda kızıtsanız bu soyuq seyrek alet kelidi. Soğuk salsanız yanılamşı altının rengi kelidi. İkincisi olsa cemiyetimizdeki köptürme, pürküme, kapatma altın degan narsalar. Bular asasen muşu mis yoki kümüşten zip-zinnet buyumu yasalgandan keyin mush narsalarning hammani mush altın suyuga chilab aladi. Bunda pürküm bo'lgan oltinlarni setib olgan vaqtingizda bir muncha pul to'lab setib olasiz, lekin buni sotgan vaqtingizda hech qanday pulga olmaydi. Hatto mush zavodlarga bundan altınlarni hozir almas bo'lib ketdi. Bunda pürküm altında odatda 20 gramdan 30 gram bo'lgan misqa faqatlam 1 gram altın ketadi. Anda bu altını qaytarib kelib desakmi, buning 75% xo'rab ketadi. Bunda altınlarni jijilab baksangiz yoki ko'ydirib baksangiz qarda oladi yoki ichidagi mis yoki kumush ko'rinib qoladi. Uchinchisi bo'lsa shu yumaloq shakldagi oltin bilaziklar, bularning ko'tlarining ichiga odatda shu qumni silib qo'yadi. Yana olsam shu ushshoq qum holatidagi bir xil oltinning aldamchiligi bor ekan, bu to'g'ri tafsili bilmagachga buni so'zlamadim. To'rtinchisi, agar siz shu yo'lda menayotgan vaqtingizda shu oltin zibizinat buyumlari uchrab qolgan bo'lsa, buni hergül yanchig'ingizga selib olib uyingizga elib ketmang. Bir qism aldamchilar mushundoq razil vosita orqali oltinni yutib ketdi deb dilo ma'lum qilgandan keyin sizni izlab topganda bu mening rost oltinimni almashtiribdi deb sizni yana bir ketib qo'yadi. 5-aldamchilik. Ba'zi bir odamlar shu oltinni sotgan vaqtda oltin do'koniga olib buni ko'ydirib, sen qardab chiqib qolsa seni oltinni saqlamaskan deb aldaydigan ishim bor. Bu yerda shu oltinni ko'ydirishdan burun shu oltinni setib olmoqchi bo'lgan odam sal chijejinga bu oltinni tekka so'yladi. Shuning bilan buni ko'ydirgan vaqtida dastlabdan qora chiqib oladi. Lekin davomli ko'ydirgan vaqtida bu oltinning rangi asli keladi. 100%lik oltin yo'q. Shunlashqa siz oltin setib olgan vaqtingizda oltiningiz jingmo, jamu deb so'rab yurmang. Siz faqat oltin setib olgan vaqtingizda bu 18 kilok oltinmi yoki 24 kilok oltinmi deb so'rasangiz bo'ladi. 18 kilok oltin deganimiz bo'lsa 75%lik oltinni ko'rsatadi. 24 kilok oltin deganimiz bo'lsa 99%lik oltinni ko'rsatadi. Shunlashqa siz shu oltinni setib olgan vaqtingizda yoki sotgan vaqtingizda o'zingiz ishonchli deb qaragan shu oltin do'koniga berib ashani o'zidan setib oling. Oltin setib olganda bergan barliq talonlarni yaxshi saqlab qo'ying. Ammo filmni ko'rib oldinglarmi azizlarim? Anvar Azat Elçin serikçi. Senin acayip yürgün yoğun balı ekansan sen. Rahmet sana. Aşkı cemiyetimizdeki muşunda aldamçılıklarını birden aşkarlap verivatsan, küçüğüne yetişçe. Hem de bu filmde işleşinin sebebi, bana bu filmde xaridalarım mı yolladı? Muşunda bir iş varken Hayrigül, siz bunun qanday qaraysız? Hem de Anvar Azat Elçin serikçi, muşunda sökep çıkıp doğdu. Ben bu filmni gördüm. Filmni qayt gördüm. Bu yerde kaplama altıncı andak diyen gap yok. Bu yerde fakat hazırki şu KS altınları demdonin bir nima altınları edip bu bulmaydı deb setib atqan. Anadan keyin qizagarlarga oltin deb ashlar narsalar o'tkazib atqan ba'zi bir aldamchilik qartalam. Mushundaq aldamchilikqa uchrab qolishdan nazar aylanglar. Aldamchilikdan saqlaninglar. Jamiyatimiz menda ishlar bor ekan. Shu menda bir ishonchlik bo'lgan o'rinlardan setib olinglar degan maqsadda bu inimiz bu filmni ishlab chiqibdi. Men bu inimizningki bu ro'yga haqiqatan qoyil bo'ldim. Rahmat inim sizga. Ishqilib hozir qadar mushundaq aldamchilik qarshi turgan har qanday ishlarga ko'proq kirib o'tirib chiqyapsiz. Hamda mush xalqimizni pulni respekt topamiz hammamiz. Mush aram topgan pullarni joyiga xarjlasin deb kuchingizning yetishicha xalqimizni ogohlantiryapsiz. Shaxsan menmi Dilxush xayri qaplama oltinchiligidan men Xayrigul bo'laman. Men hozir qadar mush qaplama oltin setib olishda xaridorlarimizning oldini qolmasligi uchun men ko'p ta'kidlab kelyapman. Darvaqa mush inimiz degandek mush qaplama oltinni setib olgandan keyin qaytarib setib olmaydigan, hattoki 60% 70% ga qaytarib setib oladigan bunday ishlar bor. Yok emas bajumu. Buni gap egisini tafsili bo'ldi. Shu balning oshunda bir ishni xalqqa bir oshkorlab eskartib berganda men xush bo'ldim. Haqiqatan xush bo'ldim. Sizlarmi bek hezi bo'langlar, bek ogoh bo'langlar. Darvaqa jamiyatimizda shu qaplama oltin deb bilan sotadigan setib bilan oldiganni paydan toz avilib 6 kun bilan do'konni göm taqab yo'qolib ketayotganlarmi bor? Ularni qaplama oltin olganlar keyin sotadigan yerini topolmay bizni oldirimiz kelganlarmi bor? Bunda aldamchilik ishlaydigan bekchiqchi, onun üstüne benim do'konimdan qishtilam aldamchilikqa zarb berish aktivninki ishxonasi bor ekan. Unda oldini qolib bekchiq keldi. Ba'zilarimda qarab o'tirib yuragim serilib ketadi. Shunga rahmat enim. Bo'lsa, shunda aldamchilik qarta filmlarni ko'proq ishlamdi, sizni qo'llaymiz.
Endi azizlerim, özümni gepimga kelsem, qaplama oltin sotib olgan vaqtinglarda bek diqqat qilinglar, bek diqqat qilinglar. Shaxsan men taqib olgan mana mushu qaplama oltinning 16 gramdan jiqroq oltinsi bor. Buni oltinsini bundan jiq bo'lishining sababi, buning umumiy eg'irligining o'zi bilan 150 gram atrofida chiqadi. 150 gramdan üstüne chiqadi ekan. Shunda bo'lganligi uchun mol deganning eg'irlik qarta oltin qaplaymiz. Xohlagancha men oltin deblam qaplamay tükürüp qo'ygan yodimda yalaqla qo'ydigan narsa emas. Yana bir gap, ma bizning qaplama oltinlar oltinning segimda cho'kirib oladigan narsa emas. Cho'kirib oladigan ish bo'lsa, 1 gram oltin uzukni apirib, qaynatib suyini chiqaramsizlar yoki eritib suyini chiqaramsizlar, yo'q narsa bir tiqibni cho'kirib, rangini oldirib yiqqanlar sizlar qila olamsizlar lekin. Bu unda asan qildigan ish emas. Bu nayt yuqori texnik talab qildigan. Buningki oltinni qaplaydigan az zavodlarmi tutqanlar, zavodmi? Eng tövini 7-800 mingdan tortib necha millionliqcha mana zavodi bor. Bitta zavodi. Onunga da oyligiga 40 ming qo'y maaş berib, tartiblik, yuqori texnik ishchilarni keltirib, bundan qapıltıdı. Onda asan qildigan ish emas. Shunga biz ashunda joyda, mushunda yerini tepib qildigan bo'lg'achqa hozir qadar xaridorlarimizning mollarini o'zimiz qaytirib setib olyapmiz. Buzilib ketib qolsa, aytganman men qilib beray deb. Chunki buni zavod qo'limiz emas bu. Abri buni remont qilgan yerimizning ko'mish ko'rinib qoldi emasmi? Remont qilib, chiqib qolgan ko'mishdan yana qaytadan oltinni qaplab yo'gab degandek xaridorlarni hozir qadar sitishdan keyingi mulozimatni joyida qilib xaridorlarimizni rozi qilib kelyapmiz. Asosligi mushu anvarifimiz degandek, sizlar mushu ishonchlik bo'lgan o'rindan setib olinglar. Nayt özünlərni bek to'xtatib, yugurib beriblam ammay qaplama oltinni özünlər bek ishonchlik bo'lgan o'rinda setib Bu bek muhim tuqqanlar. Aram topgan pulinglar zayi ketmasin. Yana birga mush inimizda de 100 qo'yliq narsani necha hassa foydasiz sotadigan deb. Men bu gapni qo'llayman. Bo'lsa shunday ishni qilmagan bo'lsak, hamma sal hisobda bo'lsa. Oddiygina mana shu qaplama oltin soatlarimni mana 3 kun bo'ldi. Men soatlarni faoliyat qilyapsam, shuningimi endi ba'zi bir kasbdoshlar o'tiramay qolganlar bor, har xil gaplarni qilganlar bor. Manda bir narsani, manda kinishkisini chiqarib qaplama oltin deb, ma bozorga silib bo'pmi, men o'sha ekran yuzida yuzlanib turib, men emas qaplama oltinni manch puldan sotdim, men motor pulni manch puldan faoliyat qildim deyish uchun buningki to'liq rasmiyatlari qo'lingiz to'liq bo'lishi kerak. Manda soatlarning rasmiyatlari to'liq bo'lmay turib, siz maydoningizga urib hech nima ish qila olmaysiz. Tushundingizmi tutqunim? Endi mena bu yerda bu soatlardan faqat olgan foydam kichikgina, mana o'qchilik. Men 20dan hamma yesam bo'ldi dedim. Faqat bir nonninki kichkina bir pulingdan yeyapman. Motor pulni faoliyat qilyaptim. Asosliq motor puli. Ashu zaga xallarni 1,5 ming qo'y, 1200 qo'y, eng azallari 800 qo'y, 900 qo'y setayotgan oltin soatning motor puliga. Ashuningki men faqat mushu soatlarning motor puli bilan faoliyat qildim. Motor puli bilan faqat oltindan pulni berib akitsizlar. Faqat shuna bo'lganligi uchun oltin soat taqash arzusi bor, lekin bir osh ili taqiyolmagan nurg'un xonim qizlarimiz mening bu faoliyatim orqali shu arzusiga yetdi hamda men nurg'un rahmat, tashakkur so'zlarini aytdi. Bo'ldi, ashlarning bir ig'iz rahmati meni ko'tardi. Shuningga, men faoliyat qilgan soatlarimdanmi xotirjam holatda foydalanib qolsanglar bo'ldi. Kelmagan o'zim qaytirib, agar siz to'g'ri kelib qolsa, men buni 100 oltinsini sotib olaman. Oltin soat satsanglar, men motor ziyon tarsizlar. Shuningga o'xshash. Motor nazarini qo'lingizga bersam bo'ldi. Nima kerak? Mamallarimningki mandaq bog'lari oltin soatning materialidan o'xshash chiqadi emasmi? İnsanchilikda 2-3 yil taqab nima kerak? Nas surilib odamda ish o'tkazsa, yana men bor. Zavodga kirib, men buni pardozlab, yana 4-5 yil taqagadek qilib, siz rozi bo'lgan qadar men bu soatlarimningki mulozimatini oyoqqa chiqarman. Jidantinim bilan bo'lsa, juma tuqqanlar. Shuningga, meni go'nja qilmaganlar, gapim to'g'rimi xatomi? Mushunda bir saqliq qarashtirish qahramonlarini biz taraf-tarafdan tillasak qanday bo'ldi tuqqanlar. Bizlar bir deb yiqqanlar. Meni gapim to'g'rimi xatomi? Ko'nglinchiga o'ylaganlaringizni yiqqanlar. Hammalarga rahmat. Meni qo'shilishni tuqqanlar. Va soatlarim yana kevatdi. Erlarninki soatiga faoliyat yo'qmi deb erlarimiz tuqqanlarimiz sal xafa bo'lib qolyapti. Mush tuqqanlarimizningki soatlardan kevatdi. Kasma alanib faoliyat qilib bermay. Shunga faoliyatdan qo'rqolmay desanglar, men cho'qim go'nja qilinglarchimi?